Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Samarqand avtomobil zavodida ishlab chiqarib turgan Foton brendining barcha modellarini ko'rib chiqamiz. Narxi va xarakteristikalari bilan tanishib chiqamiz. Shahar ichida yengil yuk tashimaga Foton Trackmate modellarimiz bilan tanishamiz. Trackmate 1D1 yakka balonlisi narxi 175 million 840 ming so'm bo'ladi. Buni tashqi razmerlarga keladigan bo'lsak, bortining razmeri 3 metr 156 bo'ladi. Balonlari 14 lik balon. İchki qismini o'tadigan bo'lsak, ruli gidravlika rul bo'ladi. Konditsioner pechga o'rnatilgan, radisi o'rnatilgan, aynalari elektronik, knopkada boshqarasiz. Korobkasi 5 skorsli mexanik korobka bo'ladi. Sideniyalar ham eldarka yuradi. O'zi esa mat rollab qo'yarasiz, spinkasi ham yoqib tushadi. Ham mashinaning yurishi yumshoq bo'ladi. Shunisi bu Trackmate 1.50 amortizatorli bo'ladi. Oltindan tana bilmitirmaydi. Shaharning ichidan ham girib chiqmoqqa ko'chaliklarda o'ng'ayli mashina. Yaqin yere yük kaplamakka, bozorchilara asosan qulay mashina bo'ladi. Keyingi modelimiz Trackmate 1'ning double kabinasi bo'ladi. Oldingi ko'rsatgan modelimiz bilan bir xil, etari bu 5 odamlik bo'ladi. Borti buniki uzunligi 230 ga 156 bo'ladi. Trackmate 1 modelimiz bular ikkisi ham yakka balon bo'ladi. Yuk ko'tarish qobiliyati 1,5 tonnadan 2 tonnagacha bo'ladi. Dokumentda o'zi 1,5 tonna, lekin 2,5 tonna yuklasangiz bo'ladi. Keyingi modelimiz Tunland G7 dan pikapimiz bo'ladi. Buning narxi 399 million. Pikap bilasizlar 4x4, buni 4 taraf ham tortadi. Motori 2lik turbo bo'ladi. Bu benzinda harakatlanadi. Mana ichki qismini ko'rsatib o'tamiz bir qator. Ichki qismini o'tadigan bo'lsak, bunda elektronli rul, multirul, multimedia o'ng tarafda joylashgan, chap tarafda cruise control joylashgan. Mashinamiz 360 gradus kameraga ega. Ko'rib turganlaringizdek. Bu joyida pechkan kontrollar etilgan. Chap tarafda chap sideniya podogreflari bor, o'ng tarafniki. Duxsonni klimat kontrol bo'ladi. Bu yerda shayba razdapkasi joylashgan. Avto 2H keyini tortadi, 4H da 4 tortadi. Panelini 4 eldagani bor. Botgan vaqtlari sizlarni chiqarib berish uchun ishlatiladigan funksiya. Rejim 2 xil rejimi bo'ladi. Eco Sport. Bunda gorniy spustdan tushgan vaqt o'zi yordamlashadi. Tormoz bosishayotsangiz o'zi mashina sekinlashtirib beradi. Bu funksiyasi ham bor. ABS sistemalar bilan jihozlangan rushnoy knopka bo'ladi. Avtohold. Avtohold svetoforda tormozdan oyoqingizni uzib o'tirganda mashina yurib ketmaydi. Bu funksiyani yoqib qo'ysa kerakli funksiya. Ichlari keng, qisqiqni o'tirasiz. Orqa tarafdan mana bemalol 3 odam qisqiqni yetadi. Sideniyalar ham elektronli. 4 tarafdan elektronli boshqarasiz. Keyingi modelimiz Vio QS2 dan mikroavtobusimiz bo'ladi. Buni sizlarga ichini ko'rsatamiz. Narxiga keladigan bo'lsak 449 million. Bu mikroavtobusimiz ichini ko'ring, yana bemalol keng, 12 odam qisqiqning yetadi. O'tirib ham ko'rsatamiz buni. Spokojniy o'tirib ketadi, yana bir odam 2 adam azı 2 adamlıkta 2 qator, 3 adamlıktan 3 qator bo'ladi. Общий 12+1, to'pir bilan 13 adam. Konditsioner bilan jihozlangan, har passajir uchun отдельный deflektorlari bor. Bu mikroavtobusimizni отдельный obzor ishlab yuklayamiz. YouTube'da ko'rishingiz mumkin. Batafsil hamma ma'lumot berib o'tganmiz. Motorga keladigan bo'lsak, yaponskiy Mitsubishi 2.4 lik atmosferli motor o'rnatilgan. Benzinda harakatlanadi. Keyingi modelimiz Aumark S izotermik kuzovlisi. Buning narxi 469 million bo'ladi. Produktda meva-cheva qatlamaka zo'r variant. İçsini o'tirmaydi, sovuqni o'tirmaydi. Produktlar sveji olib boradi. Kuzupu termos kuzub. Bahası 469 milyon so'm. Keyingisi shuni zakriti metallическisi, yopiq metal kuzub deydilar. Buni bahası 439 milyon. Bulan yuk ko'tarish qobiliyati 5 tonna bo'ladi. Motor solarkan motor, bemalol metan propan o'rnatsangiz bo'ladi. Ustanovkadan muammo bo'lmaydi xulosa. Keyingi modelga keladigan bo'lsak, talab kuchli bo'lib turgan modelimiz Miller model. Hozir hamma shuni olib chiqdi, ko'p bozorchilar. 250 million so'm bahası, 2lik atmosferli motor bilan jihozlangan. Rasxoti o'rtacha 13-14 litr. Buning kabinkasi 3 odamlik bo'ladi. Chopper yanida yana 2 odam yetsa bo'ladi. Bortini razmeriga keladigan bo'lsak, 380 ga 185 razmerlar. Qo'sh balon bo'ladi. Diskalarning razmeri 15 lik bo'ladi. Va oxirgisi Trackmate 2 bahası 205 million so'm, 2 tonnalik qo'sh balon.
Bu 2 adamlıq bo'ladi. Konditsioner, pechka, aynalar, knopka, boshda ko'rgan Trackmate-niki bilan bir xil bo'lmaydi. Kimga shunday yuk avtomobillarimiz kerak bo'lsa, bemalol bizning manzilimiz Darital bozorining to'g'risida Isuzu BYD avtosaloni yonida joylashgan Amin Mulla Foton avtosalonuna tashrif buyuraverasizlar. Pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, bemalol telefon so'rashlaringiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.